Biz mana shunday texnologiya asrida kim ham kitob o'qirdi yokida kutubxonaga kim ham tashrif buyurardi degan savollarga javob olish maqsadida tuman axborot kutubxona markazidan foydalanayotgan kitobxonlarimiz o'rtasida maxsus so'rovnoma o'tkazib ko'rdik. Unga ko'ra siz o'tgan 2025-yil davomida kutubxonaga necha marotaba tashrif buyurdingiz va sizga qanday asarlar manzur bo'ldi degan savol bilan yuzlandik. Quyida esa ularning bergan javoblari bilan tanishamiz. Marhamat. Kutubxonaga haftada 2 marta tashrif buyuraman. Kitobxonlarni o'z sevgan joyiga ko'p marta tashrif buyurish mumkin. Shulardan biri ham menman. Bu kutubxonada menga o'zbek adabiyotlari juda ham yoqadi. Yaqinda yosh kitobxon tanlovida ham bu kutubxona menga ham juda katta yordam berdi va bundan men minnatdorman. Menga yoqqan asarlar bu Humoyun va Akbar avlodlar davomchi asari bo'lib, bu yerdagi men bu asardan juda ham ko'p namunalar va o'zimga kerakli narsalarni oldim va bu kutubxonaga men rahmat aytaman. 30 martadan oshiq keldim va bu kutubxona menga juda ham yoqqan. Ayniqsa o'zbek adabiyoti va jahon adabiyoti menga juda ham yoqadi. O'zbek adabiyotida Shuhratning Oltin Saynamas kitobi juda ham yoqqan. Hozir esa hokimiyatning 48 qoidasi kitobini olib ketyapman. Bu kutubxonadan xohlagan kitobimni topishim mumkin. Men 2025-yil davomida bu kutubxonaga haftasiga 2 marotabadan tashrif buyurib, o'zim izlagan va qidirgan kitoblarimni tekinga o'qish imkoniyatiga ega bo'ldim. Menga bu yerda eng yoqqan badiiy asarlar, Jaziramadagi odamlar, Oltin Zanglamas, Chinor va boshqa. O'zimga yoqqan kitoblarni doim o'qiyman olib. Bu yerda ko'plab asarlar bor, o'qish kerak. Yoshlarga tilagim bor, kelib shu yerga kelib kitob o'qib, o'zlarining dunyoqarashlarini o'zgartirishlarni, tafakkurlarini kengaytirishlarini so'rab qolardim.